Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, bog'dorchilikka qiziqadigan hamyurtlar, do'stlar. Shu ko'chatlarimizni, o'zimiz ko'chatlarimizni nima qilyapmiz, aytyapmiz, reklama qilyapmiz. Shu o'zimiz keltirib bergan, o'zimiz qurgan ko'chatlarni 100% ishonchli ekanligini isbotlamoqchiman sizlarga. Agar ishonmaganlar uchun mana shu olma ko'chatlarini hammasi mana shu o'zimni amakimning uylari bu. Hamma shu olma bilan asosiy nok bor beradi, xurmo. Hammasini o'zimiz keltirib berganmiz. Hammasi ishonchli ko'chatlar. Mana biz 2 yillik, 3 yillik, 4 yillik ko'chat bo'ldi. O'sha hosilga kirgan. Bugun 2025-yil 23-noyabr. Nok payvon olmalarimiz daraxtga hali to'xtabdi. Qish bo'lishiga qaramasdan. O'zini oftob ko'targan qizargan yerlari. Sariq 100% payvandli ko'chatlar. Qizil olmamiz. Daraxtda to'xtabdi. Kattaligini qarang. Kaftun bir kaftunga keladi. Ish olmaganlar uchun, savol tug'ilayotganlar uchun Alloh hosilni bergan. Va bir sababchisi. Ketirayotgan ko'chatlarimiz hammasi ishonchli, payvand qilingan ko'chatlar. Mana bu noklar yozgi bu noklar. Mana qarang. Olmalar egilgan ko'p, hosil ko'pligidan. Alloh hosilni bergan. Alloh barchamizni dehqonchiligimizga baraka bersin. Mana bu xurmolar bergan xurmolarimiz. Barglari to'kilib qolib, mevasi o'zidan shokoladli xurmolarimiz ko'rishingiz mumkin mana. 100% shokoladnisi ham bor. Romashka xurmolarimiz ham bor, ichi bedanaglik. Bu kichkinasi. Bu 100% shokoladli. 100% bittasini ko'ramiz. Ikkinchisi ham hammasi shunaqa. Hali hosillarimiz shoxda to'xtabdi. Bular nok ko'chatlarimiz 2 yillik, 3 yillik. Bular hosil beryapti yozgi. Mana xurmolarimizni qara. Kimga shunaqa ishonchli 100% birinchi sort ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buxoro bo'yicha yetkazib berish xizmatlari mavjud. Kelishilgan holatda. Birinchi qo'l o'zimiz borib dehqondan olamiz. Bir xil olib sotarlarday olib kelib, ko'chatni sovug'iga, ildizlarni sovug'iga berib nima qilamiz? Profilimda qo'yganman barcha videolarni, ko'chatni keltirgan payt qanday ko'mayotganlarimizni, qanday tagiga suv berayotganlarimizni hammasini boshdan qo'yib o'rganman. Ishonchli bo'lishi uchun, savol tug'ilmasligi uchun, olayotgan insonlarga aldanib qolmasliklari uchun. Aldanib qolmanglar. Shu o'zi nimadan shu mavsum boshlandiki, o'zimizning Buxorodan bitta ikkita tochkalar bor, o'sha yerlardan keltirib yo boshqa bir dehqondan xasak oddiy ko'chatlarni ham keltirib payvand deb sotayotgan nimalarimiz ham bor. Udabron olib sotarlarimiz ham bor. O'zim masalan bozorga chiqarib sotganman necha marta ko'chatlarimni. Yonimga turib aldayotganini ko'zim bilan ko'rganman. Nimaga bunaqa qilyapsan degan savol berganimda pul uchun hammasiga tayyor ekanligini bilganman o'sha paytda. Pul uchun sotgan. Oddiy achchiq danagli ko'chatlarimizni ham payvand deb, payvand olmagan ko'chatlarni ham payvand deb sotganlarni o'zim ko'zim bilan necha bor ko'rganman. Shu uchun sizlarga shu ko'chatlarimizni videoga olib ko'rsatyapmanki, aldanib qolmanglar, ishonchli ko'chat olinglar deb. Video yoqqan bo'lsa, agar kommentariyaga izohlaringizni qoldiringlar. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, bemalol nomerlarni qo'yib ketaman, aloqaga chiqaveringlar. Barchaga rahmat.